Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'rgatadigan narsam AI orqali qanday qilib Telegram bot yaratishni o'rgataman. Ya'ni bu orqali xohlagan mavzuda bot yaratishingiz va uni integratsiya qilib, ya'ni Telegramda boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bunda bizga eng kuchli AI, ya'ni Manus yordam beradi. Manus.im ga kirsangiz, ya'ni shunaqa chiqadi va sign qilasiz. Signda sizga ozgina kredit beradi, lekin shu kreditingizni, ya'ni 1500 beradi, tejashingiz kerak bo'ladi. Upgrade ozgina qimmatroq bunda, ya'ni menimcha $16 bo'lar ekan. $16 bu oylik, bu yillik ekan. Oyiga $19, ya'ni $20. Lekin xohlagancha narsa yarata olmaysiz. Ya'ni 1900 dan bir 3000-4000 kreditingiz bo'ladi. Shunga yarasha narsa yarata olasiz. Xo'p, bu qanchalik puliga arziydi, hozir buni ko'ramiz. Ya'ni buning uchun birinchi navbatda bot fazerga kirasiz. Bot fazerda start to new bot bosasiz va bu yerda siz yangi nom, xohlagan bir botingizni nomini yozasiz va sizga mana men Go'sh hisobot bot tayyor qilib qo'yganman, yozganman va bu yerda joy chiqadi va sizga token API beradi. Shu API bilan nomni kiritasiz va menga yaratib ber deb aytamiz. Qani qanchalik shunda yaratib bera olar ekan. Bu yerda men ozgina boshqa narsani yaratib ko'rdim. Xo'p. Demak, Manusga kiraman va mana so'rov, ya'ni hisobot bot kerak dedim, tokenimni berdim. Shu nom va tokendan foydalanib Telegram bot yaratib ishlatib ber. Bu bot orqali AI yangiliklarni ko'rsa bo'ladigan bo'lsin deb o'zbekcha kiritdim. Qani qanchalik tushuna oladi. Mana hammasini ko'z oldingizda ko'ryapmiz. Hop. Demak, boshladi. Eng qizig'i bu Manus AI xohlagan narsangizni avtomat, ya'ni bitta so'rov bilan qilishga yordam beradi. Ya'ni using browser, ya'ni siz ishlatmasangiz ham sizni kompyuteringizdan kirib chiqib barcha narsani ishlatishi mumkin. Bu yerda siz o'zingiz ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Mana shablonlar olib, qayerdandir yangiliklar olib, mana AI newslarda hozir saqlayapti. Chunki botga joylash uchun ko'ryapsiz. Hammasini avtomat qiladi. Mana men hech qanday boshqaruv qilmayapman. Ancha bu mind blowing deydi inglizchasiga, aql bovar qilmas. Ya'ni juda ham qarang. Siz faqat so'rovni berasiz, kutib o'tirasiz. Kofe bo'lsa kofe ichib. Zo'r. Ozgina kompyuter savodxonligi va qiziqish bo'lsa bo'ldi. Pulli qachon sotib olasiz, qachon yaxshilab tushunib olib, o'zi nimaga kerakligi, birorta biznes yoki nimanidir yurgizmoqchi bo'lsangiz, sotib olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ungacha esa tekin versiyasidan tekin holatda ishlatishingiz mumkin. Ya'ni sizga ozgina sinab ko'rganda token beradi. Shu orqali siz sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz buni, ya'ni qilayotgan ishini yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizga bog'liq bu. Mana bu yerda mana scrolling down, ya'ni hozir yangiliklar ko'rib chiqdi va bu yerda siz bot yaratish jarayonida ketyapti. Bunga ozgincha vaqt ketadi, ya'ni bilasiz, o'zi bot yaratish agar o'zingiz qiladigan bo'lsa ham ancha vaqt ketadi. Ya'ni xohlagan bot yaratsangiz, ya'ni yangiliklar, nimadir yozish ko'pchilikda ya'ni aqli yetmaydi. Shuning uchun ham bu orqali osongina yaratishingiz mumkin. Botimiz qanchalik ishlamasligini shu o'ziga kirib Go'sh bot deyilgan, ya'ni start tugmasini bosib sinab ko'rishimiz mumkin. Hozircha hech narsa chiqmayapti. Sochi shunaqa chiqishi kerak, assalomu alaykum deb xush kelibsiz degan yozuvlar. Xo'p, hozircha hali bot ishlamadi. Demak, ishlasa barcha ma'lumotlar chiqib boradi. Xo'p, bu yana nimaga kerak? Xo'p. Nimadir I need a new API key. Shunchaki yangiliklar joylab qo'yaver. Xo'p,
Qarang, meni so'rayapti, sen API News API key agar menga bersang, doimiy yangilanib turadi deyapti. Ya'ni API orqali ya'ni siz shu newsni ya'ni kirit demasangiz ham o'zi avtomat kiritib turadi. Hozir lekin xohlagan randomly xohlagan yangilikni kiritib ishlatib ber dedim xolos. Ya'ni ishlasa bo'ldi. Hozircha bizga hech qanday bunaqa kerak emas. Ya'ni 100% yangilik. Xo'p, eng qizig'i qarang. Bu holatda nima qilamiz? Ya'ni meni hozir tokenim tugab qoldi. Shuning uchun endi men sizlarga boshqa ya'ni boshqa AI dan foydalanib qilishni o'rgataman. Bu Trayu bo'ladi, guys. Trayuda eng kuchlisi hozir sirni ochish vaqti keldi. Bu yerdan hozir men yangi folder ochib olaman. 35 degan va xo'p, bu kompyuterga o'rnaydi. Ya'ni kompyuterga download qilasiz, ya'ni Trayuga kirsangiz o'zi sayti bor, shu yerda ham bu tekin, ham pulli versiyasi bor, lekin biz hozir bu pulli versiyasidan, ya'ni bu yerdan xohlagan AI'ni tanlab ishlatishingiz mumkin. Eng zo'ri Cloud Sonnet to'g'ri. Demak, buni ishlatib ko'ramiz. Qani o'sha so'rovni berib ko'raman, qanchalik bu qila oladi. Bu juda ham kuchli, ya'ni Manus AI'dan ham kuchli. Sababi bu o'zi kompyuteringizga to'liq o'rnaydi. O'rnagandan keyin barcha Python, o'yinlar, boshqa narsalar, hamma narsani yaratsangiz bo'ladi. Step by step, ya'ni sekin-sekin sizlarga qanday nima yaratishni o'rgataman. Mana o'sha boshlandi. Papkaga tushib boradi, ya'ni har bitta ma'lumotingiz o'zingizga saqlanadi va buni integratsiya qilib boshqa saytlarga yuklab yurgizsangiz ham bo'ladi. Baza o'zingizda bo'ladi, eng asosiysi. Xo'p, Trayu barcha hozirda eng kuchlisi bo'lib turibdi. Xohlagan narsani yaratish bo'yicha. Ko'pchilik lekin buni bilmaydi, hali mashhurlikka erishmadi. Lekin men sizlarga, ya'ni dasturlashni dastur yaratib, bu orqali yana ham kuchaymoqchi bo'lsangiz, shu dasturni tavsiya qilaman. Trayu eng zo'ri. Boshqa studiyalar bor, boshqa shunga o'xshagan kod yozadigan ya'ni dasturlar bor, lekin menga eng yoqqani va sodda mana Trayu eng zo'ri. Warp bor, yana boshqacha bir bola studiyalar bor, lekin menga shu. Bu orqali barcha narsa AI'larni tekin ishlatishingiz mumkin, eng asosiysi. Xo'p, hozir jarayon ketyapti. Jarayon mana siz ko'rib turishingiz mumkin, nima bo'layotganini, nima yaratayotganini. Bu orqali siz ham o'rganishingiz mumkin, aynan bu yerda nima yozilayotganlarini ko'rib. Xo'p, ozgina videoyimiz cho'zilib ketadi, chunki men sizlarga o'sha bot yaratishni jonli o'rgatyapman. Nariga Manusda o'rgatardim, lekin uni tokeni tugab qoldi bir pasda. Shuning uchun bu dasturga o'tdim. Demak, yo Manusda agar ko'proq tokeningiz bo'lsa, Manusda yarating. Tekin pulni yaratmoqchi bo'lsangiz, unda Trayuni o'rnating. Agar telefonda Manus AI'dan yaratganingiz ma'qul, telefonda, chunki buni o'zini applicationlari bor, shu saytdan kirib ham qilsangiz bo'ladi, ChatGPTga o'xshab ishlatsangiz bo'ladi, lekin Trayu telefonda ishlamaydi, faqat kompyuterlarga o'rnatilishi shart, kerak. Unda yaratib bo'lmaydi. Demak, avvalo kompyuterga o'rnatib, registr ro'yxatlardan o'tib olasiz, keyin ochiladi va kompyuteringizda bemalol xohlagan narsani so'rov berib, o'zbekcha yozasizmi, inglizchami, farqi yo'q, lekin inglizcha yozsangiz ko'proq to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni so'rovingiz yaxshiroq chiqadi. Demak, o'zingizga qarab yozib, bemalol xohlagan narsangizni yaratishingiz mumkin. Hali har bitta narsani, Trayuni boshdan oxirigacha sizlarga qanaqa ishlatishni o'rgataman. Hech qanday muammo bo'lmaydi xohlagan narsani yaratishga. Ya'ni xohlasangiz o'yin, xohlasangiz qandaydir dastur, kompyuterga bo'lsin, u eng qizig'i Androidga bo'lsin, barchasini qanday yaratishni o'rgatib beraman. Siz faqat kompyuter savodxonligi, ozgina qiziqish bo'lsa bas.
Demak, videoni ko'rayotganda ozgina o'tkazib ko'rasiz. Sababi cho'zilib ketyapti, ya'ni har bitta jarayonimiz. E, Bu degani bir nechta daqiqalar oladi degani. Hop, jarayon haliyam mana davom etyapti. Now let me stop previous instance deb aytilyapti. Demak, bu yerda terminal ochiladi. Shu terminalni ham ko'rib turishimiz mumkin. Mana уже ishga tushiryapti Python AI Newsbotni. Requirement text bor ekan, buni accept qilib qo'yamiz. Siz aytilgan so'rovni qabul qilib qo'ysangiz bo'ldi. Let me install the update. Mana upgrade qilinyapti. Mana bu yerda terminal ishlayapti. Mana bu yerda nimaki kerak bo'lsa barchasini yuklab olib, o'zi ishga tushiradi. Hammasi avtomat. Hech qanday siz faqat qabul qilib, ko'rib, jarayonni tomosha qilib o'tirasiz bo'ldi. So'rovni berib qo'ysangiz bo'ldi. Nima kerak bo'lsa, mana ishga tushdi deb aytilyapti. Hozir tekshirib ko'ramiz. Qanchalik yarata oldi. Demak, successfully deyapti, ya'ni bemalol muvaffaqiyatli tarzda bo'ldi. Yana bir nima, ya'ni qo'shimchalarni qo'shilyapti. All task completed, ya'ni tugadi. Endi Telegramga kiramiz. Ishlabdi. Guys, zo'r, mana so'nggi yangiliklar. Bosamiz, so'nggi yangiliklar yuklanmoqda. Bu yerda mana ko'rib, wow, mana chiqdi tayyor. Ya'ni AI Lawrence inglizcha yozilyapti. Bu yer to'liq o'qishni bosasiz, saytiga kirib ketadi. Oh my god. Mind blowing, aql bovar qilmasdir. O'zbekcha qilasiz, yangiliklar o'zbekcha bo'lsin desangiz o'zbekcha qilib beradi. Endi xohlagan narsangiz o'zgartirib, kategoriyalarga o'tsangiz bo'lar ekan. Kategoriyalar ishlasa agar, ko'shgan bo'lsa, mana bor ekan. Bizga texnika keragi, demak, mana Tech Question AI dan yuklanyapti, mana yuklandi. Tamom. Judayam yordam nima ekan? Demak, bu yerda botni boshlash, bu yerdan xabari, so'nggi 5 ta yangiliklar, mana bu xohlaganingizcha o'zgartirib, bemalol botni boshqa o'zingiz kanalingiz, shunga kanalingizni integratsiya qilsangiz bo'ladi, qo'shib botni ishlatsangiz bo'ladi. Demak, u yog'ini o'zingiz qo'shib ketaverasiz. Avvalo botni mana xohlagancha bu yoqda so'rov qilib o'zgartiraverasiz. Eng qizig'i, botga kirib o'zingiz o'zgartirmaysiz. Yana shu joydan nimaki mana yangiliklarni o'zbekcha qilib ber, buni qo'sh, uni qo'sh, bemalol ya'ni informatsiyani qilib bemalol xohlagancha bot yarating. Mana sizga aql bovar qilmas zo'r narsalar. Ya'ni AI orqali hech qanday, ya'ni oddiy so'rov bilan xohlagancha yarating. Demak, video barchaga hammaga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lish orqali siz barchadan, hammadan oldinda bo'lasiz, ya'ni bir qadam oldinda bo'lasiz. Chunki bunday yangiliklar, bunday AI ni qanday qilib ishlatishlarni faqat meni kanalimda, men orqali o'rganishingiz mumkin, o'zbekcha variantini. Demak, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Keyingi videolargacha sog', omon bo'ling.